Xitoy mudofaaga o'tdi. Abdore Abduvali Ayub. Xitoy 2014-yildan boshlab qurishga boshlagan lagerlarni 2018-yilga kelganda eng yuqori darajada kengaytdi. Tutilgan Uyg'ur qatorliq yerlik millatlarning soni 3 millionga yaqin deb taxmin qilindi. Xitoy bu ommaviy tutqun harakatini terrorchilikqa qarshi harakat, kasbiy tarbiyalash degan nomlar bilan oqlab kelgan edi. Ammo g'arb matbuotlarida oshkorlangan haqiqatlar Xitoyning dunyoda oqlashlarini oqmas qilib qo'ydi. Xitoy umum tutqun boshlangan 2017-yil martdan boshlab muhojiratdagi Uyg'urning dunyoga bergan guvohligiga parvo qilmagan edi. Yaqinqi bir qancha kundan boshlab Xitoy taratqullari chet elda da'vos qilingan Uyg'urlarni rasmga tushirib, ekranga chiqarib, ularni tuqqanlarga qarshi so'zlatmoqda. Xitoy hozir Uyg'ur haqida chiqqan xabarlarni inkor qilishga, yolg'onga chiqarishga va o'zining qilmishlarini to'g'riga chiqarishga kuchmoqda. Xitoyning zulmning oshkorlanishiga sukut qilishdan, zulmni rad qilishdan qadam-qadam chekinib, o'zini oqlashga o'tishi. Bo'libmi Uyg'ur guvohchilarni nishonga ilib, maydonga tushganligi Uyg'urning g'albisi. Bu Xitoyning mudofaaga o'tganligining bisharti. Xitoyning zulmni oqlashga umumyuzlik atlanganligi, mudofaaga o'tganligi bu Uyg'ur davosining yana bir to'lqini yetib kelishning belgisi. Chunki Xitoydak bir ikkinchi cho'ng iqtisodiy kuchning sizdak, mendak bir Uyg'urning guvohligiga qarshi film ishlashi uning ojizligini oshkorlaydi. Bu dunyodagi taratqularning diqqatini Uyg'urga yana bir qatim buraydi. Mushu fursatda Uyg'ur umumyuzlik hujumga, ya'ni axborot hujumiga o'tish kerak. Bizning bergan guvohliklarimiz, taratqularda qilgan mardona so'zlarimiz, oshkorlagan qo'limizdagi paketlar natijasida Xitoy o'tkazayotgan insonlikqa qarshi jinoyat, madaniyat qirg'inchiligi yana bir qatim pash bo'ladi. Bu ikki xil jinoyat xalqaroda sotlanishga mahkum. Xitoy o'zini oqlashga tushgan ekan, biz uning jinoyatlarini pash qiladigan harakatlarni texmo yuqori saviyada, texmo qizg'in, texmo ommaviy yo'sinda, texmo ko'p usulda qilishimiz kerak. Bu vatanning taqdiriga va vatanda qiynalayotgan har bir Uyg'urning hayot mamatiga munosabatlik masala. Kosovoning mustaqilligi, Serbiya hukumatining Albanlarga qarshi irqiy qirg'inchilikning isbotlanishi sababli amalga oshgan. Irqiy qirg'inchilikning bo'layotgani aniq, isbotlaydigini chetga chiqib ketgan siz, men va u. Shunga mayli siz ota-onalar uchun, qarindoshlarimizning hayot yashashi uchun da'vo qiladigan bir inson bo'ling, yoki vatanning mustaqilligidan boshqani o'ylamaydigan tashkilot bo'ling. Xitoyning jinoyatlarini pash qilish safarbarligiga ovoz qo'shing. Xitoy zulmini oshkora pash qila olmasangiz, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan jinoyatlarini arxivlashtirayotgan tashkilotlarga maxfiy moslashing. Oshkora chiqalasangiz, tutilgan qarindoshlaringiz haqida guvohlik bering. Agar tuqqanlarning xabarini Xitoy taratqullaridan ko'rgan bo'lsangiz, xalqaro taratqularga ularning yolg'onligini, yana nurg'un qarindoshlarimizning zulm ostida ekanligini so'zlang. Xitoy mudofaaga o'tdi deganlik cho'chidi, hushin yig'ishga boshladi, o'zini oqlashga tushdi deganlik bo'ladi. Bu chaqda qilinadigan ish
hujum bo'lishi kerak. Hujumda tayyorlik puxta bo'lishi kerakki, aldirab yolg'on, asossiz, gumonliq dalillar bilan Xitoyning oldiga chiqmaslik kerak. Xitoy bugun bir qancha yolg'on video va rasmni e'lon qilib, bizni mat qilmoqchi bo'pti. Biz bu videolar tarqalganda askartish bergan. Ammo qarindoshlarimizning kar bo'lmagan edi. Xitoyga axborot hujumiga o'tishda soxtalikdan qat'iy yiroq turish kerak. Masalan, hozir torda Xalmurod G'ofurning o'lganligi haqidagi soxta uchur turkcha matbuotlarda uchib yurmoqda. Uyg'urlarmi bu xabarni tarqitib yuryotidi. Yana biri Xitoyning ishkir o'lkalardagi o'g'irlikqa silingan bolalarning videolarimi Xitoyning bugungi zulmiga pokit qilinmoqda. Undan boshqa Xitoylarning o'limga hukm qilinib ijro qilinayotgan ko'rinishi, Falun Gongchilar tarqatgan soxta qiynoq ko'rinishlari, Rohingya musulmonlarining ko'rinishi, Tailand ko'chalaridagi ko'rinishlar, hatto Vyetnamlik bolalarning ko'rinishlarimi Uyg'ur deb tashviq qilinmoqda. Bizning hujumda qiladigan ishimiz yuqoridagi soxta paketlarni Uyg'ur emas deb hamma yerda tarqitish. Bundaq soxta ko'rinishlar arabcha, turkcha, indoneziyacha va urducha taratqularda eng ko'p ko'rilgan va tarqalgan bo'lg'achqa, nuqtaliq shularning tilida bundaq soxta ko'rinishlarni tarqatmaslikqa tashabbuskor bo'lishimiz kerak. Xitoy mudofaaga o'tdi. Ammo u passiv mudofaa emas. U yana bir hujumning boshlanishi bo'lishi mumkin. Xitoy doiralari balki Uyg'urni yolg'onchiga chiqaradigan yangi hiyla mikrlarni o'ylashib, chora qilayotgan bo'lishi mumkin. Shunga tuyuqsiz chiqqan xabar, tuyuqsiz oshkorlangan paket, tasodifiy maydonga chiqqan shohid ko'rinishi va rasmlarga aql bilan muomala qilish, bu haqdagi tanqidlarni va tahlillarni bolalarcha hayajon bilan rad qilmaslik kerak. 2019 yili 26 dekabr